Qaysi savdo bo'lyapti buni? Aka? Mana bu qo'y. Necha pulga? 3 million. Mana. Mana shu qizil to'g'ri qo'y 3 million 300 ming so'mdan savdo bo'layotgan ekan mana. Akasi necha pul deyapsiz? Men 5 deyapman. Sog'lig'imni 5 deyapman. Necha tuqqan sog'liq bu? 2 tuqqan sog'liq. 2 tuqqan sog'liq 5 million deyilgan ekan, 3 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti mana. Qizilda. Nima aka? Chorva bilan kelgan bilan chini bilan endi mana qo'shqor qancha? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2024-yil 14-noyabr hafta kuniga muborak juma kuni. Mana bugun biz Xudo xolasa Surxondaryo viloyati Boysun tumani Chilonzor mahallasida joylashgan Chilonzor juma mol bozoridamiz. Mana bugun bozordan Xudo xolasa sotilgan qo'y, qo'zi, uloq echkilar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan kanalimizni qo'llab-quvvatlab obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi bozorimiz ham o'ziga yarasha bozor, yangi ochilgan. Mol ham unchalik ko'p kirmaydi. Endi kirgan mollarda iloji boricha narx-navolari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Bu takaloq necha bo'ldi aka? Takaloq 2 million bo'lib qoldi. Savdosi 2 million so'm bo'pti. Necha pul baho qo'yilyapti? 4 qo'yilyapti. Bu onasi uyda qolganmi deyman, 4 qo'yilayotgan bo'lsa. Ha? Ha, yaxshi, yaxshi. Ha? Barakasi bersin. Bu necha pul bo'lib qoldi aka bu? Qo'zilar. Qo'zini oldik. Ha, oldilaringizmi? Necha pulga? 2 million 650. 2 million 650 ming so'mga olindi mana qo'shqor qo'zi. Bunisi-chi? 2 million. Boysun baraka. 2 million 400 ming so'm. Aka Boysun baraka YouTube kanalimiz. Tomosha qilasiz. Like bosamiz. Ha, bosim. Necha bo'lyapti aka bu? Urg'och to'qlimi deyman ha? Urg'och to'qli 3 million so'm savdosi bo'libdi. Necha pul baho qo'yapsiz aka? 4 million so'm bahosi qo'yilgan ekan. Bu echki necha pul bo'lib qoldi bu? Sarkami yo'q? Sarka necha pul bo'lib qoldi? 2,5. Sarka 2 million 500 ming so'm deyapti. Savdosi-chi? Savdosi. Savdosi 2 million 500 ming bo'libdi. Necha pul narx qo'yapsiz? Narxini necha pul qo'yapsiz? 3 million so'm narx qo'yilgan ekan. Qo'y necha bo'lyapti qo'y aka? Savdo ham bo'ldimi? Qaysi kanalda ko'ramiz buni aka? Boysun baraka aka. Boysun baraka YouTube kanalimizda tomosha qilasiz. Necha pul bo'ldi aka? Necha pul baho qo'yapsiz? Necha pul baho qo'yapsiz? Necha pul deyapsiz deydi. 3 million 500 ming so'm baho qo'yilgan ekan qo'yga. Mana shu mana ikkita qo'chqor, bitta qo'chqor qo'zi, bitta shishak 10 million so'mga baraka bo'ldi hozir mana. O 10 million so'mga baraka bo'ldi. Bittasi qo'zi, bittasi shishak. Gap yo'q. Sog'liq qo'y necha bo'lib qoldi aka? 38 bo'lib qoldi. 3 million 800 ming so'm bo'libdi. Siz necha pul narx qo'yapsiz bunga? 4,5. 4 million 500 ming narx qo'yilgan ekan. Qo'zi-chi? 3,5 deyapsiz, savdosi ham bo'ldimi? Necha pul? 2,5. Zo'r bo'pti-ku, berish kerak-da. Mana sog'liq qo'ylar. Necha pul bo'lyapti aka bu sog'liq qo'ylar? 5,5 deyapti. 5 million 500 ming so'mdan baho qo'yilgan ekan sog'liq qo'ylar. Necha tuqqan aka bular? Har xil tuqqan ekan. Savdosi ham bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Necha puldan? 3 milliondan so'rayapti aka. Bir joyda 3 million so'mdan savdosi bo'ldi. Tek qo'ylar aka. Toza qo'ylardan ekan. Aka bu sog'liq necha pul bo'ldi aka? Sog'liq 42 bo'lyapti, ichida balasi bor. 4 million 200 ming so'm savdosi bo'libdi. Bo'g'iz sog'liq ekan. Necha pul baho qo'yasiz? 4,5 bo'lsa baraka deyotgan ekan. Bu echki necha pul ekan aka? Echkini 2 deyapmiz aka. 1,5 so'rayapti. 1 million 500 ming savdosi bo'libdi, 2 million so'm narx qo'yilgan ekan. Bo'g'izmi deyman ha? Yo'q.
Ha. Kecha qo'shgan bo'lishi ham mumkin. Aytib bo'lmaydi. Bu qo'zilar necha pul bo'ldi aka? Qo'zilar necha pul bo'ldi? Ayting hammasini. Shoxdor necha pul bo'ldi? Shoxdor. 5 deyapsizmi? Savdosi-chi? Savdosi 4,5. 4 million 500 ming so'm savdosi o'tdi. Bu to'bol qo'zicha bu. Bu necha pul bo'ldi aka? 2,5. 2,5 million so'm bo'ldimi savdosi? Ya deyapsiz-ku. Ikkalasi 4,5 savdo qildi, bunisini 2,5 million savdo qildi. Mana yangi savdogar. Necha bo'ldi aka qo'zi bu? 4 deyapmiz. 4 million deyapsiz. Savdo ham bo'ldimi? 33 bo'ldi. 3 million 300 ming so'm savdosi o'tdi mana. Gap yo'q. Mana shu qo'zi 3,5 million deyotgan ekansiz. Bahosi. Aka necha bo'lyapti bu qo'zilari? Uchalasini 11 deyapmiz. Aha. Buni 6 so'ra ekalasini. Mana ikkitasini 6 million so'm so'rabdi. Uchalasi bir joyda 11 million so'm narx aytilayotgan ekan mana. Aka baraka bo'ldimi bu? Necha pulga? Mana 3 million 500 ming so'mga mana qo'chqor qo'zi baraka bo'ldi mana. Sotilgan joydan deganlarga. Ha. Sanal shoy. Niyoz aka uloqlar necha pul bo'ldi? Uloqlar arz bo'ldi o'shanga. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Yo'q. Necha pul deyapsiz? 1 million 200 deb qo'ydim. 1 million 200 ming so'mdan baho qo'yilgan ekan taka uloqlarga mana. Baraka bo'ldi aka. 25,5 millionda. 2 million 550 mingdan bir joyga oldin, ha? Ha, yo'q, mana buni o'zi. Ha, bunisi? O'zisi maydasi. Ha, mayda qo'zi 2 million 550 mingga baraka bo'ldi mana. Shu eva pul oldim necha? Ber. Pul yo'q, qalay? Shunda pul yo'q. Qaysi puldi? Necha bo'lyapti bu? Mana shu uloqlar mana uchalasi bir joyda 3 million so'm savdosi bo'libdi mana. So'm. 2 million so'rayapsizmi aka? 2 million top toza. Aka necha pul ber deyapti? 22 dediymiş. 22. 22 baland. Top toza. Bering. Mana semiz taka uloq 2 million so'm savdosi bo'lyapti. Bering 2 million. Oh, mana bak. 2,5. Olsan qopqon o'g'li qopib qo'ymaydi. 2,5 ketmaz. Endi yo'q, mana chiqasiz. Biroq 2 million savdosi bo'lyapti. urdu so'rag'ini 8 million top. Necha pul so'radingiz aka? 8 million. Ikkalasi mana ikki sog'liq bir joyda 8 million so'm savdosi bo'libdi. Siz necha pul deyapsiz? 8 39 so'ragan aka. 82 200 ming qoldi. O'rtada 200 ming qoldi. Aka, sal qolibdi, bitkazingizlar endi. Endi bo'ldi, endi chiqmayman bu yoqqa. Timbadan chiqmayman. Yurib bo'lsa oldim. Bagi, kattasini zo'rini bitkazib, mo'yaqsiz qazamiz. Yo'q, bitkazib olsam ekon bir joy olaman. 8 million pul beraman men. Yo'q, ko'rmay. 8 ga chiqdi. 8 million pul beraman. Mana ikki sog'liq 8 million. Necha tuqqan aka bular? 4 tuqqan. Dollar beradi menga. Dollar 4 olaversam ton qo'ydilar ekan mana. bo'ldi. O dollarchi bo'pti. Baba, men baraka deysiz. Hozir qolibdi endi 200 hozir ham qolib, qolgandan ketay ekan. 1,5 mingga ko'ringan oshib ketadi. Bering aka, mana jazman bo'lyapti. 200 ming qolgan bo'lsa bering mana. Shoh. Qoch, qo'yma, qoch, qo'ydir. Bu sog'liq baraka bo'ldimi ekan bu? Necha pulga? 3,5 million. 3 million 500 ming so'mga mana baraka bo'ldi mana. Sog'liq qo'y. Necha tuqqan edi bu aka? 4 tuqqan. 4 tugun qo'y ekan. Ha, barakasini bersin. Necha pul so'rayapsiz? 12,5. Bering aka. Adamisi ne de? Bu kishi 1 million 500 ming deyapti. 1 million 250 ming savdo bo'lyapti. 14 Taka. bo'lsa olyapti. 14 bo'lsa olyapti. Ha. Adanga yo'qda bo'lsa men olaman mana. Dedi ana baya. Ad mekovetda. Mana shu urg'och to'xlilar bir joyda 3 million 250 ming so'mdan baraka bo'ldi mana. Urg'och to'xlilardan so'raganlarga mana. Bu echkilar necha bo'lib qoldi aka? Echkilar 1 million 300 dan beryapti akam. Echkilar 1 million 300 ming so'mdan savdosi bo'ldi. Olyapsiz-da, olamdan aytadi, mol kam deyapti. Unday qilmaydi, ertalab mol ko'p edi aka. Ertalabdan kelib olganmiz, ertalabdan. Mana gap yo'q. Kelaverasiz mana bozorga.
Uchalasi? 3 aka ertalab 3 milliondan bermadim. Mayli. Olsalar uchalasi bir joyga 9 million bersa olsinlar. Ha, 9 million bo'lsa oddiylikka 8 million 800 ming so'm savdosi bo'lyapti. Mana qo'shqor qo'yinglar. Yo'q aka. Savdoni pishirdingizmi? Mana men ham mart ketdim. Men Ketmayapsiz. aka 10 birda o'tirda mayli. Men mukkasdan emasmiz aka. Ham ag'onchilik uyga aka. Ag'onchilik uyga aka. Men sizga yomon narsa aytmadim. Mayli, siz nima bo'lsa oling aka. Ya sal qolibdi o'zi. Kelishingizlar. İlyas. Yo'q. İlyas. Yerli gelib o'ttirdi. Shuni. Ha, o'zlar qiziq bo'lyapti. Mana bering. Necham bor? Baraka deng. Nechi bo'ldi oxiri? Yerli xayriga o'tdi. Yo'q, 3 bo'lsa 9 bo'lsa uchalasini olsin bo'lmasa. Bu 9 dan birasa o'tib bering, xayriga bo'ldi ular. Bir narsani so'rayapmiz, 50 ga xayriga so'rayapmiz. Ha, 50 bo'lmasa ham bir xayriga bir narsa o'tib bering. Moshin pulan ber. Bittimi? Bunday bo'lmaydi. Yo'q, men qarang, oldi ish Aka. qoldi. Uchalasiga 50 ming o'tdim, bo'ldi. Yo'q. Bo'ldi, o'nga. O'nga baraka deng. Yo'q, yo'q, 150 o'tmayman. Bor baraka boy bu. Yo'q, nima? Bir nima. Bor baraka. Qo'sh bir nima. Nechi pulga? 3 million oldi. Mana 3 million 600 ga so'ralyapti, berilmayapti mana. Yo'q, bir nima deyil. Yo'q, bermayman. Bir nima to'g'ri. Bor baraka bering. 3600 to'g'ri. Bir nima deysiz? Mart ben geldi. Yo'q, bir mart bo'laman. Sizni ko'rib olyapmiz. 3 million 800 ming deyilyapti, 3 million 600 ming so'm savdosi bo'lyapti. Nima bo'lyapti bu oxiri savdosi? Men matchga mat berdim. Bu nafasiga bo'lmaydi. Qopasiz. Nechi pul aka? 8 million 100 ming so'mga barakami? 8 million 100 ming so'mga baraka bo'ldi mana ikkita sog'liq qo'y.